Yine kartoşka. Aşağı yok böyle. Yine kapya doğru. Yeki. Bunu öldürüşü başlattı mı oldu? Hayda to'y derdim dedim, tanishlar so'rab qiziqsin. Evet. Gapirib qo'ying yo, keyin montajmi? Bu kişi otaşlar diyem oğlum, amma yo'lda olib kelgan. Zalik. Bo'l. Mana bo'ling. So'raganini bering. Ikkinchisi va uchinchisi mendan gunohlarimni so'raydigan bandam bormi? Istig'for aytadigan bandam bormi? Istig'forlarni qabul qilay, gunohlarimni kechiray deb turarkanmiz. Mana bu paytda duo inshaalloh qabul bo'ladigan paytlar. Qurbonimiz yetgancha qazon. Ana kim şey? Benim de şey. Seneler. Duoga ixlos bilan duo qilsang inshaalloh albatta ijobat bor. Bir narsa borki, yana banda biz o'tgan qolgan boshliqqa mushkul tushib qolsa domlalardan duo olamiz yoki kattalardan duo olamiz. Yo'q, mushkul boshimizga mushkul tushib qolsa, ishimiz yurishmay qolsa, bir narsaga hojatimiz tushib qolsa, yo'q, bunday emas. Payg'ambarimiz alayhisalom nima dedilar? Kimni boshiga mushkul tushib, hojati tushib qolgan paytda duosi ijobat bo'lishligini istasa, xohlasa, tinchlik, farovonchilik paytida duoni ko'p qilsin degan. Demak, ularga bir quvonchli holat, mana bunday to'ylar ularni qalbiga sig'maydi. Bizni
mana bunday tinchlik, xotirjamlik, iymonimizning halovati, iymon, e'tiqod bilan ibodatlarimizni ibodat qilishligiga alhamdulillah bosh qotil tinchlik, xotirjamlik bo'lib turganligini his qilishligimiz kerak. Va doimiy ko'proq mana Payg'ambarimiz alayhissalom amakilarga o'rgatganlari singari bizga ham bu ta'limki tinchlik, xotirjamlikni ko'proq so'rab olmoqligimiz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Ha bereketli oğlum. Palvanı halallık, damadı canbazıyla oğlum. Can dayanayım. İki onu kim kılardı? Aynen kılardı kim kılık. Farklar 8 kiloda 16 kilo. Palvan 10 yaşta. 3 aylıktan beri damadıklar çok olanlar. Ha bereketli oğlum. Ana. Bana babam oğlum bereketli. Bereketli. Bana babam oğlum. Bereketli. Hani ilahani hamiga hamma turgan to'ylarga yursin, yoshlarimiz o'zidan ko'payib, baxtli saodatli bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Palvon shunday aylanib yo'qlab qo'yasizlar. Aylanib palvon bo'lar. Palvon bilan yo'qlab qo'yamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Ilohim to'ylar qilinglar. Topganingiz to'ylarga yursin, dog'larga yo'qlamaymiz. Bereketli, bereketli bo'lin. Duo qilib olamiz. Ushabdimi pulimi? Rahmat, salomat.